Afsuski, saratonni mo'jizaviy giyohlar deb sotayotganlar o'z cho'ntaklarini qappaytirish maqsadidir. Ko'krak bezi saratonini jarrohliksiz davolash mumkinmi? Ko'krak bezi saratonini giyohlar yoki xalq usullari bilan davolash mumkinmi? Sizning holatingizda jarrohlik zarurmi? Bizning klinikamizga yordam so'ragan barcha bemorlar istisnosiz ko'krak bezi saratonini jarrohliksiz davolashni xohlashadi. Ko'pgina ayollar kelgusi operatsiyadan oldin og'riq va asoratlardan qo'rqishadi. Ko'kraklarni yo'qotishdan ehtimoli va ularni olib tashlash oqibatlari haqida o'ylashadi. Optimal yechim ko'krak bezi saratoni uchun kombinatsiyalangan davolashdir. Kerakli reja va protsedura har bir bemor uchun qat'iy individual ravishda ishlab chiqiladi va o'simta turiga, kasallikning bosqichiga va testlar natijalariga bog'liqdir. Ko'p ayollarda menga operatsiya tavsiya qilinmoqda. Men og'riqdan qo'rqaman va ko'kragimni abadiy yo'qotishni xohlamayman degan fikrlar bo'ladi. Ko'pgina ayollar o'simtani jarrohlik yo'li bilan olib tashlashdan qochishga harakat qilishadi. Chunki ular ko'kraklarni yo'qotishni xohlamaydilar. Bu ayollik ramzi, jismoniy jozibadorlikning muhim elementidir. Yaqin vaqtgacha barcha operatsiyalar ko'krak va qo'ltiq osti limfa tugunlarini tubdan olib tashlash orqali amalga oshirildi. Bu esa operatsiyadan keyin bemorlar uchun katta azob va muammolarni keltirib chiqardi. Bu holatlarda sizga bioterapiya yordam beradi. Bizda dori-darmonlar bilan davolash usullari mavjuddir. U o'simtaning o'sishi uchun zarur bo'lgan maxsus molekulalarning funksiyasiga to'sqinlik qiluvchi dorilarni ishlatishdan iboratdir. Davolash ko'krak bezi saratonining molekulyar va genetik turiga qarab individual ravishda belgilanadi. Konservativ davolash usullari kasallikning rivojlanishini to'xtatadi, o'simtani quritadi va yo'qolib ketishiga sabab bo'ladi. Jarrohliksiz davolash usullari kasallikning uzoq muddatli remissiyasini boshlashi va ayollarning umr ko'rish davomiyligini oshiradi. Ko'krak bezi saratonini davolashda giyohlar, xalq usullari yordam beradimi? Internetda tasdiqlangan saratonni davolash usullari bilan to'la. Bemorlarga ko'krak bezi saratoni uchun xalqda davolanish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi. Afsuski, saratonni mo'jizaviy giyohlar deb sotayotganlar o'z cho'ntaklarini qappaytirish maqsadidir. Ayollar jarrohlik amaliyotidan qo'rqishadi va ko'pincha ko'krak bezi saratonida mo'jizaviy giyohlarni samarali ekanligiga o'zlarini ishontiradilar. Ammo bu noto'g'ri tushuncha bo'lib, faqat vaqtni behuda sarflashga, kasallikning keyingi bosqichiga o'tishiga va kelajakda yanada radikal davolash zarurligiga olib keladi. Ko'krak saratoni endi o'lim jazosi emas. Agar sizga ko'krak bezi saratoni tashxisi qo'yilgan bo'lsa, nima qilish kerak? Harakat qiling. Ko'p ayollar ularning tashxisini bilib hayratda va sarosimaga tushishadi. Bu tushunarli, ammo hozir sizning e'tiboringiz faqat bitta maqsadga qaratilishi kerak: darhol harakat qilish. Agar siz kasallikning o'z-o'zidan yo'qolishini kutayotgan bo'lsangiz, tabobat bilan regressiyani kutayotgan bo'lsangiz, bilingki, bu yo'l faqat bitta yo'lga olib boradi: kasallikning yanada tez rivojlanishiga. Shuning uchun vaqtni behuda sarflamang. Davolashni qanchalik tez boshlasangiz, saratonni yengish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi va muqobil usullarni sinab ko'rish vaqt va pulni behuda sarflashdir. Hoziroq klinikaga murojaat qiling. Sizning holatingizda vaqt juda muhim. Agar siz saraton kasalligini davolashni istasangiz, darhol harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Davolanishni qanchalik tez boshlasangiz, shunchalik oson bo'ladi va to'liq tiklanish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Ko'krak bezi saratoni bo'yicha barcha savollaringizga javobni jonli efirimizda olishingiz mumkin.